sohasiga qiziqasiz yoki tuyning qilmoqchisiz. Xullas kalom, bu joyimizda tuyningchi okili uchun bo'ladi. 1087 kvadrat. Bu sotiladi ham, arendaga beriladigan joyimiz ham chiqyapti. Tuyningchilik uchun vashi zo'r, tinch joy. Manzil aytaman, Shayxontohur tumani Ibn Sinoda bo'ladi. Orientir Stroymart bozori shunday yonida Novostroyka pastida podval qismi bo'lyapti. Novostroykani umumiy maydoni 1087 kvadrat, kvadratiga $235 dan so'rashyapti. Arendani ham gaplashib ko'rsanglar bo'ladi. Egalar nomeri opsiyasida bo'ladi. Qaranglar, bu yerda tayinrovka qilish, elektrika, hamma imkoniyatinglar bor. O'zi bu tuyning bo'lib ishlagan. Va xolasa yana tuyningni davom ettirsanglar bo'ladi. Hozir hamma mashinasini tuyning qilishga ish qo'yasiz. Bilaman, hammanglar tuyningchilar ancha kuchayib qolgansizlar. Instagramda hammasini taniydigan bo'lib qolgan. Xullas, biznesingizni ko'paytirasiz, filiallaringizni ko'paytirasiz yoki nimadir boshqa g'oyalaringiz bo'lsa, mana shu joy zo'r variant deb o'ylayman. Hamma informatsiyalarni aytdim, egalar nomeri opsiyasida bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa, xohlagan biznesinglarni qilasizlar. Men uchun tuyning bitta zo'r variant deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.